Barchaga assalomu alaykum. Mana 2026-yil yanvar oyida birinchi ishimizni topshiryapmiz. Bugun 13-yanvar. Mana kamin qilib berdik. Juda ham go'zal holatda chiqdi deb o'ylayman. Umuman bu tomonga tutun chiqqani yo'q, hattoki bir ko'zni achishtiradigan, boshqa qiladigan bir noqulay ahvollarga soladigan bir ish bo'lgani yo'q. Faqat issiqligi bu yerga chiqib turadi, xolos. Chunki buni ishlash mexanizmini qonunda qanaqa qilish kerak bo'lgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib qurib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu tepaga anaqa tep chiqib turgan ugoniylar ko'rgan bo'lsanglar, bu yerga taxta qotiriladi. Tepadagi esa zaslonka. Non bo'lgandan keyin qaytarib pastga surib qo'yiladi. Cho'g'lab bu kamin asosan shunaqa katta zallarga qilinadi. Mehmon kelganda shunaqa yoqib qo'yib, keyin odamni o'zini miyasini dam oltiradigan, charchab kelganda. Keyin uyga ham qanaqadir qiymatini beradi. Tabiiy issiqlik bu. Har xil sun'iy issiqliklardan zerikkan bo'lsangiz, mana shunday uyga kelib, charchaganda, boshqa bo'lganda o'tirni tashab qo'yib, siz telefonga alashingiz mumkin, kitob o'qishingiz mumkin, dam olishingiz mumkin. Mana shu narsalarga juda chiroyli, juda ham ajoyib bo'ladi kaminimiz. Pasti yana bittasi bor. Bu kichikroq, 1,5 metrlik. Pasti esa 2 metrligini qurganmiz. Uni ham xudo xolasa videoga olamiz. Chiroyli qilib, uni ham sizlarga ko'rsatamiz. Kimga mana shunaqa kaminlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Ekranlarga telefon raqamlarimizni yozib qoldiramiz.